Assalomu alaykum hammalarga. Chet elda yurganda ehtiyot bo'ladigan narsalardan bittasi esimga tushib ketdi hozir. Bundan 4-5 yil oldin bir odam menga yaxshilik qilgan edi. Xullas, u odam o'zimga narsa topshirib yurardi. Men temir qabul qilishda ishlardim. Orada tanish bo'lib qolib, klientim, tanish doim bir nima bo'ldi? Reyd bo'ldi. Reyd bo'lib, migratsioniy emas, amonlar ushlab ketdi meni. Haligi maskada avtomatlar bilan ushladi. Magazindan chiqayotgandim, produktni olib chiqarsam, meni reyd ekan. Ish kiyimlarda qorayib ketgan ko'mirdi. Endi ko'mir ham pechga ham yoqardimda. Keyin qo'lingni ko'tar dedi, cho'ntagingdan borini chiqar dedi. Cho'ntagimda ishchi perchatkam bor edi, kalit bor edi xolos. Pechka xonaning kaliti. Xuddi haligi opasniy jinoyatchini ushlagandek qilib ushlab, avtobusga solib olib ketishdi. Lekin avtobusda militsiyalar bilan hazil-huzul qilib ketdik. Kulishadi ular ham, o'zlari ham. Ushlashda, lekin vahshiy vahima bilan ushlashdi. O'zim ham hayron qoldim. Ko'p odam messenlarda ham ushlab ketgan. Dokument yo'qlardi. Xullas, melisaxonaga bordik, bir 6 soatcha ushlab o'tirdi bizni. Endi pasportni olay desam, unamayapti-da. Uyimdan 100 metr xolos bo'lmasa. Pasportni olay hech bo'lmasa desam, yo'q dedi. Avtobusga chaq dedi. Endi avtomat bilan turibdi, baqir-chaqir qilyapti. Bo'pti dedi. Bo'pti deb aytganini qilib. Endi kimdir bizni tekshirish kerak. Masalan, tekshirgandan keyin kimdir sizni dokumentingizni olib berish kerak ekan. Ular qaytarib olib kelib ham qo'ymaydi ekan. Xullas, tekshirib chiqarib yurar ekan. Endi pasportim kerak bo'lyapti. Ana shu klientimga telefon qildim. Pasportimni olib kelib ber deb. Endi har kuni kunora kelgani uchun u bilan yaqin bo'lib qoldik. Keyin Alloh yo'liga dedi, menga yaxshilik qildi. Bir 3 marta yo 4 marta ishimni bitirib berdi. Shu 5-6 kilometrga yuribdi, xullas. Keyin orada mashinasini sotadigan bo'lib qoldi. Men uni mashinasini olgan paytda $500 foyda beraman, menga bergin. Sen o'zing olaverasan, boshqa tanlab. Meni unaqaga vaqtim ham yo'q. Keyin men mashinani yaxshi tushunmayman seni singari. Shuning uchun menga mashinani sot. 500 shunday ustiga sanab beraman mana. 4000, 5000 ga olsam 5500 beraman dedim. Endi 4,5 ga olgan, men 5000 beraman deyapman. Desam, o'zimga kerak deb 1,5 oycha minib yurdi. Undan keyin uni kreditgami, qarzga olgan ekan xullas. Kungacha qolgan pulni qilib bermasam, qolgan bergan pulimga ham kuyaman deb lavzlashib olgan ekan, maddalashib. Qilib berolmay qolib, hozir mashinadan ham, puldan ham ayrilib qolay deb turibman. Ana shu gaping gapmi deb keldi. Endi ungacha menga 3-4 marta yaxshilik qilgan u odam. Endi bir-ikki ishlarimni bitirib bergan. Endi Alloh yo'liga deb qilganda, lekin keyin bo'pti dedim. Men o'g'il bolaman dedim. Gapim gap dedim. Ana shu $500 hali ham foyda berishga tayyorman desam, shuni dedi, $700 qilib bera olmaysanmi? Yo'q. $800mi, $900 bo'lib ketadigan pulni so'rayapti mendan. Qozoq tangasiga. Shunaqa qilib bera olmaysanmi deyapti. Yo'q, unchalik darajada qimmatga ololmayman dedim. O'zim narxi bor hamma mashinani dedim. Desam, men senga arzon beryapman deb ashitda menga одолжение qilishni boshladi. Men hayron bo'ldim. Qanday arzon berasan dedim-da, g'alati, unga e'tibor bermayapman men. Bo'pti deb olaverdim keyin.
Shunday pulni sanaverdim. Borib nimaga o'tkazdik, bitta tanishim nomiga. Men u paytda o'zim nomimga ololmas edim. Xullas, menga o'tdi mashina. Oradan yana bitta mashina oldi, undan boshqacharoq. U ko'proq odam sig'adigan, ham yuk mashina. Dubl kabinalik, xullas, yuk mashinasini oldi. Endi bir kun balon teshilib qoldi. Balonni olib kelib ber dedi. 2 tishda ishlayman. 2ta boshliq menda. Ketolmadim. Yo'q, ilojim yo'q, olib borolmayman ekan dedim. Keyin gaz balonnimi zapravka qilib kelib ber dedi. Unda borolmayman ekan, uzrimni so'radim endi, aytdim. Yana bitta yordam so'radi, qilib bera olmayman ekan men dedim, degandim. Haligi odam tutab ketdi-yu. Men seni doim ishlaringni bitirib berdim. Yaxshilik qildim shuncha, unaqa bunaqa deb minnat qilishni boshladi. Demak dedim, bu odam samimiy emas ekan. Allohning yo'liga degan odam esdan chiqaradi uni. Chaynalib, keyin xotinlarga o'xshab anaqa dodvoy solmaydi. Keyin eshitdim. Bo'ldi, ket dedim. Shuni keldi. Puldan yordam qilaymi dedim. Menda pul bor-da, vaqt yo'q menda. Aynan u vaqtga taqayapti-da. Men 2ta, 3ta ishlardimda. 3ta, 4ta pechkam bor yoqadigan. Undan tashqari temir qabul qilishda ishlayman. Qanday men keta olmayman-da? O'zim ishlarimni zo'rg'a bitiraman. Sochlarim o'sib yotibdi, hozir ham sartaroshga borishga ham vaqt yo'q. Ishim ko'pligidan. Xullas, shu voqea bo'ldi. Mendan $100 pul oldi-da, $20 keyin bermadi. Ana shu $20 har bir qilgan yaxshilik uchun 4 marta bordi men ishimga. Borgan bo'lsa, men o'zim uni iltimos qilib, menga yordam qil demaganman. O'zi shu ishni qilmoqchiman desam, pul olmasdan men yordamlashib yuboraman. Yo'q, o'zim yordamlashaman deb ana qildi-da o'zi. O'zi taklif qildi. Endi men samimiy inson deb o'ylabman uni. Keyin u meni qul qilmoqchi bo'lib, o'ziga zaxira qilayotgan ekan. O'ziga keyinchalik bemalol haddim sig'ib, buni o'zim ishlarimga to'xtamasdan ishlataman degan foydani ko'zlab menga yaxshilik qilgan ekan. Gapni mana shu joyi qiziqda mana. Odam qayta o'siz ham sizga siypalanib yaxshilik qilib qoldimi? Sizga yaxshi gapirib qoldimi? Sizga qanaqadir foydasi tekkisi kelib, chin yurakdan u bu deyaptimi? Biling, sizga muhtoj u odam. U odam sizni keyinchalik sizga muhtoj bo'lishini aniq biladi-da. Shuning uchun tamagirlikni o'zi uchun tamagirlikka yo'l qilib sizni ilintirib qo'yadi qarmog'iga. Men bu qarmoqdan shunday chiqib ketdim, pul bilan shunday berib qo'ydim, bo'ldi. Shu arzimagan joylarga borib kelganiga, unda ham men iltimos qilganim yo'q. Shu bitta pasportni so'radim, olib kelib ber deb. Unda ham yo'lkira bersam olmagan-da, misol. Pulini bersam. Unaqa ekansan, yaxshilik qilma. Yaxshilik qildingmi, esingdan chiqar. Misol, men yaxshilik qilsam, ilohim mana shu unaqaga to'g'ri kelib qolmasin. Unaqa bo'lib qolmay, hech qachon yuziga solmayman yaxshilik qilgan odamimni. Bo'ldi, unutaman men. Alloh uchun dedingmi, to'xtat bo'ldi. Bo'ldi, uniki Alloh uchun bo'lmadi, u pulini oldi bu dunyoda. Yolg'on ekan u gapi, samimiy emas ekan. Shuning uchun chet elga chiqasiz, qaysi joyga chiqsangiz ham hech qachon sizga yapishib yaxshilik qilaman deganlarga o'zingiz qoching, kerak emas deng. O'zingiz qiling, qiynalsangiz ham o'zingiz qiling. Ayniqsa, mana men bola chaqam bilan, xotinim bilan chiqaman chetga. Agar xotin bola chaqangiz bilan chiqadigan bo'lsangiz, umuman oilangizga yaqinlashtirmang. Umuman yaqinlashtirmang. Men buni oilamni olib chiqishdan oldin Rossiyalarda oilasi, xotini bilan borib,
xotini buzilib ketib, keyin haligi boydoqlar turadigan kvartiralarda xotini bilan turib, keyin xotini boshqa yerda, o'zi boshqa yerda ishlab, shunaqa bo'lib yomon bo'lib ketganlarni ko'p eshitganim uchun uni oldindan o'zim uchun bilib qo'ygan edim. Mana hozir mana shu tajriba bilan bo'lishmoqchiman. Mana bu yerda biz oilaviy ishlaymiz. 3 ta bolamiz bor. Bitta joyda ishlaymiz er-xotin. Bizni boshlig'imiz ham yo'q. O'zimiz arendaga olib bitta uchastkada o'zimiz ishimizni qilamiz. Devor o'zimizniki, o'zim qo'rg'onimni qilib olganman. Alohida ishxona ochganman-da o'zim. Shu yerda yashaymiz. Ana shuning uchun hammaga sog'lik, salomatlik tilayman. Ehtiyot bo'lishinglarni ogohlantiraman sizlarni. Shuning uchun chetga chiqayotganlar ehtiyot bo'linglar. Sizga ayniqsa xotiningiz bilan chiqsangiz yordam qilaman degan narsa bu ta'ma bo'ladi, ochiq, sodda bo'lmaslik kerak. Oilangizga yaqinlashaman degani u. O'zini sizdan ko'ra qurtoyroq ko'rib, ba'zi hollarda shunaqa buzuq insonlar bor, eshitganman, hali to'g'ri kelmadi-yu, Allohga shukr. Xotiningizga ko'z olaytiradigan odamlar bor. Bunaqalar juda ko'p. Hozir juda ko'payib ketdi shu narsa. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Xotiningiz ham o'ziga yarasha ibo hayosini saqlab yurish kerak shuning uchun. Chiroyli o'zi avval erkak o'ziga mahkam bo'lish kerak. O'zi ham suyuq bo'lmasa, xotini ham suyuq bo'lmaydi keyin. Sog' bo'lasizlar.